بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله سبحانه وتعالى شو سيد الأيام كن barchamizga barakotli qilgan bo'lsin. Islomda farzand tarbiyasi deb nomlangan darsimizni navbatdagisi. Avvalgi darslarimizda birodarlar yosh bolalarni tabiatida uchraydigan to'rtta bir holat: yolg'onchilik, o'g'irlik va so'kinishlik haqida suhbat qildik. Ana shu tartibda tabiatni aynishi deb 4-darsimizni boshlagan edik. Oxirigacha yetmay qolganida inshaalloh bugun davom etkazamiz. Demak, yosh bolalarni tabiatini aynishiga sabab bo'ladigan ishlar. Bu birinchidan musulmon bo'lmagan xalqlarga ko'r-ko'rona taqlid qilishlik sabab bo'ladi yosh bolaning tabiatini aynishiga. Oshiqcha bir ne'matlarga cho'milib ketishlik, maishatparast bo'lib ketishlik tabiatni o'zgartiradi inson bolasida, kattada ham, kichikda ham. Hamda musiqaga berilishlik. Bugun inshaalloh hozirgi kunda hech kimga sir bo'lmagan odamlarni fe'lini aynishiga, axloqni, tarbiyani buzilishiga asosiy sabablardan biri bo'lib turgan televizor haqida suhbat qilgan bo'lamiz inshaalloh. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar, Imom Termiziydan keltirilgan hadisda, la takunu imma'atan. Immo bo'lmanglar. Ya'ni immo degani odamlar nima qilsa shuni qilib ketaveradigan, odamlar nimani qilmasa shuni qilmay qo'yaveradigan odam. Taquluna in ahsana an-nasu ahsanna va in zalamu zalamna. Immo bo'lmanglar. Bunday kishilar agar odamlar yaxshilik qilsa biz ham yaxshilik qilamiz. Agar odamlar zulm qilsa bizlar ham zulm qilamiz deyshadi. Buning o'rniga sizlar agar odamlar yaxshilik qilsa, yaxshilik qilishga, agar yomonlik qilsa zulm qilmaslikka o'zlaringizni o'rgating. Kim nima qilsa qilavermanglar. Immo bo'lmanglar dedi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. G'ayri dinlarga taqlid qilishlik musulmon odamga yarashmasligi haqida aytdik. G'ayri dinlarda nimasini olish mumkin, nimasini olish mumkin emas. Ularni urf-odatlari, turmush tarzlari, odatlarini olmaymiz. Ammo ilm, fan, texnologiya bo'ladigan bo'lsa, modomiki shariatda man qilinmagan bo'lsa bu narsa, ilm hikmatini olamiz. Payg'ambarimiz aytadilar: "Al-hikmatu dallatul mu'min, fa haythu wajadaha fa huwa ahaqqu biha." Ilm, hikmat go'yo mo'minning yo'qotgan molidek. Uni qayerdan topsa ham bas uni olishlikka u haqlidir. Xulosa, g'ayri dinlarni, musulmon bo'lmagan xalqlarni ilm fanda yetishgan yutuqlarini, ilm fan tajribalarini, ilmini olamiz. Ammo urf-odatlari, turmush tarzi olinmaydi. Chunki payg'ambarimiz bu narsadan siz bilan bizni qaytarganlar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan keltirilgan sahih hadisda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shunday dedilar. Muoz ibn Jabal roziyallohu anhudan bu hadis. Qala Nabiy sollallohu alayhi vasallam: "La tazulu qadama 'abdin yawmal qiyamati hatta yus'alu an arba'atin." Qiyomat kunida bir mo'minda oyoqlari o'rnidan jilmaydi, qimirlamaydi, 4 ta narsa haqida so'ralmagunicha. Shu 4 ta savolga javob beradi, keyin o'rnidan jiladi. Birinchisi, an umrihi fima afnahu. Umrini nimaga sarfladi? Umri haqida so'raladi. Wa an shababihi fima ablahu. Yoshligi haqida so'raladi. Nimaga sarf qildi? Yoshligini nima bilan o'tkazdi? Wa an malihi min ayna iktasabahu va fima anfaqahu. Moli haqida savolga tutiladi. Qayerdan topdi, qayerga sarfladi? Ajib, qayerdan topganingizga ham javob berasiz, qayerga sarflaganingizga ham. Va an ilmihi mada amila bihi. Ilmi haqida so'raladi. Amal qildimi ilmiga? Mana endi televizorga qaytamiz. Televizor, ovoz yozish asboblari, radio birodarlar shubhasiz inson bolasi yetishgan, inson bolasi kashf qilgan ulug' narsalardan. Insoniyatning ulug' kashfiyotlaridan. Bu kashfiyotlar xuddi ikkala tomoni kesadigan qilichga o'xshaydi.
yaxshilikka ishlatsa ham zo'r asbob, yomonlikka ishlatsa ham zo'r asbob. Mana endi shariatimizda televizorning hukmi haqida bir nima deyilgan, shuni bilib olishligimiz kerak. Halolmi yoki harommi? Birodarlar, hozir aytib o'tdik, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hadislarini. Inson bolasi 4 ta narsa haqida albatta savolga tutiladi. Shundan birinchisi, umrini nimaga sarfladi? Siz bilan biz ko'p vaqtimizni olayotgan mana shu televizor yaxshilikka sarf qildiryaptimi umrimizni yoki yomonlikkami? Agar bu televizor odamlarga Robbini tanitish, aqidasini ta'lim berish, payg'ambar alayhisalomga bo'lgan muhabbatni targ'ib qilish, ibodat yo'llarini, ibodat rukunlarini o'rgatishlik bo'ladigan bo'lsa, bu yaxshi narsa. Agar bu televizor go'zal xulqlarni targ'ib qilish, bobolarini qoldirgan ulug' merosini xabarini yetkazish yoshlarga, bu ummatni o'tmishi bilan bugungi kuni bog'lash uchun ishlatiladigan bo'lsa, juda zo'r asbob bo'ladi. Agar shu narsalar ishlatiladigan bo'lsa. Yoki ilm fanga targ'ib qilinsa, odamlarga foydali bo'lgan narsalarda ta'lim beradigan bo'lsa, dunyoviy ishlarida ular bilmagan narsani, foydali ishlarni o'rgatadigan bo'lsa, albatta mumkin. Bu narsani hech kim inkor qilmaydi. Agar kimdir mana shu narsa mumkin emas, mutlaq harom deydigan bo'lsa, bu odam qattiq adashadi. Farzandlarimizni yaxshi tarbiya qilishga xizmat qiladigan bo'lsa, haromiyatlar bo'lmaydigan bo'lsa, televizor foydali asbob, xuddi qilichga o'xshaydi. Ammo agar bu televizor aqidani buzilishiga, buzuqchiliklarga, axloqni ko'tarilishiga, farzandlarning ota-onalariga oq bo'lishiga sabab bo'lsa, 1000 yillardan beri iflosli deyilgan bachavozlik, fahsh munkar ishlarni madaniyat taraqqiyotda berayotgan bo'lsa, erkakka erkakning uylanishini zamonaviylik deyilayotgan bo'lsa, ayollarni avratlarini ochib mana shunga o'xshab yurishlik moda deyilayotgan bo'lsa, agar harom ishlarga targ'ib qilayotgan bo'lsa, bunandaqa televizorda biz halol deya olmaymiz. Demak, bu televizorda halol yoki harom bo'lishligi uni ishlatayotgan odamning o'ziga bog'liq. O'ziga bog'liq. Allohga va oxirat kuniga iymon keltirgan har bitta odam agar bunaqa narsalarni ko'rsatadigan bo'lsa, bunaqa programmalarni, bunaqa narsalarni hech qachon halol deya olmaydi. Odamlar ikkita zo'r narsani o'ylab topishgan. Bittasi kitob, bittasi televizor. Ajib. Ikkinchisi birinchisini o'ldiryapti hozir. Ikkinchisi birinchisini o'ldiryapti. Agar kitobni o'zingiz tanlab, istab, o'zingizni dunyo qarashingizga, didingizga to'g'ri keladiganini topib o'qisangiz, televizorda sizga ko'rsatgan narsani ko'rasiz. Televizorda sizga nimani bersa shuni ko'rasiz. Tanlay olmaysiz. Demak, insonlar o'ylab topgan zo'r narsalarning bittasi kitob, bittasi televizor, lekin ta'assuf bizning zamonimizda televizor kitobni yo'q qilyapti. Birodarlar, kitob o'stiradi odamni. Televizor birodarlar pasaytiradi. Kitob aqlni o'stiradi, televizor aqlni o'ldiradi. Buni o'zingizlar ham yaxshi bilasizlar. Shu televizorga taalluqli bo'lgan izlanishlarning natijasidan bittasi, tili chiqmagan yosh bola bo'lsa, 1 yoshga yetib yetmagan, televizorda tayda o'tiradigan yosh bola bir kunda 4 ta so'z o'rgansa, ko'chada yuradigan, shu televizorda tayda yotmaydigan, ko'cha changitib, loy bosib, tosh otib yurgan bola 8 ta so'z o'rganar ekan. Yosh bolaning aqlini, rivojlanishligini televizor pasaytirib qo'yar ekan. Endi biz nima qilamiz? Bitta mutfilm qo'yib ber, qo'yib. Abkir hammasini qolmab qo'y, jim o'tirishadi. Shunga o'xshagan aqlini pasaytiradigan, rivojlanishdan to'xtaydigan, ularning miyasini qotirib qo'yadigan narsalarda ko'rsatmanglar-da, farzandlaringlar katta bo'lganda minnatdor bo'ladi. Mana shu zamonaviy hikmatlardan boy odamlarning uyida katta kutubxona bo'ladi. Kambag'al odamlarning uyida katta televizor bo'ladi. Qaytarib aytamiz, hozirgi zamon hikmatlaridan, mana shu internet hikmatlaridan
boy odamlarning uyida katta kutubxonasi bo'ladi. Kambag'al odamlarning uyida katta televizori bo'ladi. Uyida 100 ta kitobi bor odam qo'l ko'tarib qo'ysin-da. Televizorda so'ramayman nechtaligini, qanaqaligini. 100 ta uyimda kitobim bor, mayli o'qimagan bo'lsa ham, dadasidan qolgan bo'lsa ham. Bitta, ikkita, 3 ta, 4 ta, 5 ta, 6 ta, rahmat, 50 ta. Hop yaxshi. Endi o'sha 100 ta kitobni o'zini cho'ntagidan pulga olganlar qo'l ko'tarib qo'yinglar. 100 ta, barakalloh. Bu bitta bo'ladi, ikkita ekan bo'pti. Endi televizorda o'zini pulga olganlar qo'l ko'taringlar demayman. Qaranglar-da, kitob insonda aqlini o'stirar ekan, bolalarimizni aqli yetuk bo'lishiga sabab bo'lar ekan. Bu kitobga pul sarflamaymiz. Ammo bolalarimizning miyasini ko'proq qotirishga ishlayotgan televizorga zo'rga pul sarflaymiz. Mana qasi chiqibdi. To'g'rimi? To'ppa-to'g'ri. Birodarlar, bolalaringlarni televizorda oldiga o'tkazib qo'yapsizlar. Nazorat qilmayapsizlar. Xohlagan narsasini ko'ryaptimi? Bolalardan zo'r bir aqlli, idrokiy, ilmli odam chiqishini kutmanglar. Chunki ular o'zlari tanlab ko'rayotgan narsa ularning aqlini o'stirmaydi. Ularning aqlini qotiradi, buni teskarisi. Noto'g'ri aytgan bo'lsam aytinglar. Agar e'tibor berilsa, televizorlarda qo'yilayotgan dasturlarni juda ko'pida, agar hammasida bo'lmasa, hayosizlik, fahsh, zino, o'g'rilik, zulm, zo'ravonlik targ'ib qilinayotganligini ko'ramiz. Bu qo'yilayotgan programmalarda, ko'rilayotgan kinofilmlarda xiyonat oddiy narsa deb qaraladi. Er-xotinda ajrashib ketishligi mushkul emas. Chunki bugun mo bilan ajrashsa, ertasi kun narigi bilan o'ynashib ketaveradi. Agar birodarlar televizorda shu narsalar ko'rilayotgan bo'lsa, biz bunaqa televizorda halol deya olmaymiz. Demak, televizorda hammasi halol emas, hammasi harom emas. Farzandlarimiz shuni farqiga boradimi o'zlari? O'zlari qaysini ko'rish kerak, qaysini ko'rmaslik kerak, ajrata oladimi? Yo'q. Kim ajratib bera oladi uni? Siz bilan biz. Lekin qilyapmizmi shuni biz? Bu shunaqa darslarki, eshitib qo'yib chiqib ketadigan narsa emas, birodarlar. Mana hozir men har bitta televizorga taalluqli narsani aytganimda, men o'zim qanaqaman? Men shuni nazorat qilyapmanmi? Bolalarim qanaqa deb turib o'zingizlarga olinglar. Birodarlar, farzandlarning tarbiyasiga avval ham aytganman, vaqtimiz yo'q. Vaqtimiz bo'lsa, toqatimiz yo'q. Vaqtimiz ham, toqatimiz ham bo'lsa, farzandlarga beradigan ma'lumotimiz yo'q. Agar ma'lumotimiz ham bo'lsa, tugab qoladi 2 kunda. Ammo bolalarimizni buzilishiga xizmat qilayotgan programmalarda qo'yib o'tkazib qo'yapmiz. Sutkalab o'tiribdi kerak bo'lsa. Hamma asrlarda yashab o'tgan ulamolarimiz islom shariati 5 ta narsani muhofaza qilishni o'z ichiga oladi deyshgan. 5 ta narsa bor, mana shu narsani shariati islomiy muhofaza qiladi. Dinni saqlash, aqlni saqlash, nasl nasabni saqlash, nafsni saqlash hamda molni saqlash. Shariat mana shu 5 ta narsani muhofaza qilishlikka siz bilan bizni chaqiradi. Shariatga amal qilsak, mana shu 5 ta narsani biz saqlaymiz. Qur'onda kelgan oyatlar, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hadislari mana shu narsaga birodarlar hammamizni buyuradi, targ'ib qiladi. Endi mana shu 5 ta narsani oldida televizorni tutgan o'rni qanday? Dindan odamlarni turli yo'llar bilan, hiylalar bilan to'silayotgan bo'lsa, har xil oqimlarga, har xil firqalarga da'vat qilinayotgan bo'lsa, dindorlarni, islomni, musulmonlarni qoralashlikka xizmat qilayotgan bo'lsa, birodarlar, musulmonlar qilmagan ishni musulmonlarga to'ngashlik mana shu televizorda bo'ladi. Hech kim tekshira olmaydi-da buni kim qildi, rostdan aytyapsanmi yo tuhmat qilyapsanmi? Muhimi aytilishi. Dindan odamlarda turli yo'llar bilan, hiylalar bilan to'silayotgan bo'lsa, dinni saqlash edi o'zi shariatimizdan maqsad. Aqlga mutlaq kelmaydigan narsalarni madaniyat deb aytayotgan bo'lsa, erkak uylanyapti,
Xotin uylanyapti. Agar bu televizorda zino ochiqchasiga targ'ib qilayotgan bo'lsa, demak nasl birodarlar aralashib ketadi bir-biriga. Nafsni buzilishiga olib kelayotgan bo'lsa-chi, televizordagi targ'ibotlar, ruhiyati, tushunchalari, dunyoqarashi. Qarang, insonni tabiatiga to'g'ri kelmaydigan narsa. Haliga tok shoular ko'rsatadi, qo'ng'izni yeyotgan bo'ladi. Shuni yesang, keyingi etapga o'tasan deydi. Insonni insoniyligini o'ldiryapti bu programmalar, bu dasturlar. E'tibor beramizmi shu narsaga? Yoki nimani ko'zimiz orqali quysa qabul qilaveramizmi? Molni ehtiyot qilishlikni buyuradi shariat. 5 ta narsani bittasi molni ehtiyot qilish. Bilasizlarmi, odamlar iste'molchilar jamiyatiga aylanib qolgan. Ana shu o'zlaridan bittasini aytgan gapi, mana shu reklamalarda qo'yilaverganligidan odamlarni hayotining mazmuni o'zlariga kerak bo'lmagan narsalarni ortidan quvishga aylanib qoldi. Qaytarib aytaman. O'zlariga kerak bo'lmagan narsalarni orqasidan quvalab yurishlik odamlarni hayotining mazmuniga aylanib qoldi. Kerak emas edi u narsa. Ammo shu qo'yaverganidan bizni ongimizni ham boshqaryapti. Birodarlar, nima yeyishimiz kerakligini ko'rsatyapti, to'g'rimi? Tishingizni qaysi pastada yuvish kerakligini o'rgatyapti. Bolangiz orqasini qaysi qog'oz bilan artishni ham o'rgatyapti. Hamma narsani ko'rsatyapti. Sen o'ylama. Sen biz aytganda qilsang bo'ldi. Sen faqat mononi ol, mononi ye, savolni berma. Siz bilan bizni ongimizni boshqaryapti bu reklamalar. Shampun olish kerak. Magazinga kirdingiz. Shampunlar rastasiga qarab turib, qaysi markalarni istaysiz? Xo'p, ketdi. Shunda kirdingiz, zubni pasta olish kerak. Birinchi qaysi brendni istaysiz? Choy rastasiga bordingiz. Birinchi qaysi choy xayolingizga keladi? Sizlarni miyalarga, bizni miyamizga quyib qo'yapti. U haliga zambirovание bo'lyapti akalar. To'g'rimi? Yana bo'lib ham ayni dinimizga dushman bo'lgan yahudlarni ishlab chiqargan mahsulotlari. Xuddi shuni muqobilada musulmon yurtlarda ishlab chiqarilgan mahsulotlar bor, o'zimiz yurtda yoki boshqa musulmon o'lkalarida. Ularda reklamasi bunaqa qattiqmasligi uchun uni ko'rsak ogimiz kelmaydi. Bizni ongimizni boshqaryapti bu televizor. Sen faqat biz aytgan narsani qil, fikr qilma, o'ylanma, faqat tomosha qil, eshit, dam ol. Kelsang zo'r bo'ladi shu. Xursandchilik bo'ladi. Faqat xursandchilik. Val asr innal insana lafi khusr. Asrga qasam dedi Alloh taolo. Inson bolasi dunyoga kelibdiki ziyonda deyapti. Ziyonda inson faqat iymon keltirsa, yaxshi amal qilsa, haqqa chaqirsa, sabr qilsa ziyondan xoli desa, bular hayot faqat quvonch, xursandchilikdan iborat hayot deyapti. Hayotimizda bo'layotgan achchiq haqiqatni aytishdan boshqa narsani topa olmayapmiz, birodarlar. Mana hozir o'tiribsizlar jumada hamma. Uyingizda ayolingiz, qizingiz, o'g'lingiz nima ko'rayotganligini bilasizmi? Lekin siz paraboliskantiyadan ulab qo'ydingiz. Internetni viskaskarasini ulab qo'ydingiz. Nima ko'rayotganligini bilasizmi? Telefon tuzatadigan ukalarimiz aytadi, "Domla deydi, qizlar telefonni olib keladi" deydi. Endi bularning ishi ham to'g'ri emas o'zi. Istoriyasini qarasang, uyatib ketasan deyapti. Haligi internetga kirganda istoriya degan joyi bo'ladi. Qaysi kuni necha soat qaysi saytda o'tirgan, nimalarni ko'rgan. Qiz bolalar qo'liga qimmat telefonni olib bergan otalar eshitib qo'yinglar. 100 yillardan beri, 1000 yillardan beri or-nomus deb atalgan narsalar qoloqli deyilyapti ana shu dasturlarda. Avratini yopib yurgan ayollarni, hayosini yo'qotmagan pokiza ayollarni orqada qolgan qoloqlar deyilyapti. Allohning hukmida yurib, o'zining iffatini, pokizaligini saqlab yurgan ayollar bo'ynini qisib yuradi. Chunki jamiyatni ongini shunday boshqarib tashlagan. Kim? Televizor. Odob, axloq, insoniylik, odamiylikka chaqirilmayapti bu programmalarda ko'pida. Aksincha bu sifatlar yo'q bo'lishiga sabab bo'lyapti. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadis sharifda aytadilar: "La zarara va la zirar." Birovga zarar berish ham yo'q, birovdan zarar ko'rish ham yo'q. Birovga ham zarar qilma, o'zing ham zarar ko'rma. Mana birodarlar, mana shu zamonamizda o'tkazilgan bir tajribani aytib beraman sizlarga. Ana shu g'arb mamlakatlarining birida maktab o'quvchilariga, ya'ni
yoshlarimiz qanchalik bu telefon, kompyuter, televizorga ko'nikib ketganligi, busiz tura olmasligiga bitta misol. Hayotiy misol. Tajriba o'tkazilgan eksperiment. 8 soat televizorni ham, kompyuterni ham, planshetda ham, internetda ham ulamaydi. 8 soat mana shu narsalarsiz umr o'tkazishlik. 68 ta bola o'zi rozi bola xursandchiligi bilan qatnashgan. Talab ertalabki soat 8 dan kechki paytki soat 4 gacha mana shu kommunikatsiyani yaxmaydi. Buni orasida uxlashi mumkin, agarot tozalashi mumkin, kitob o'qishi mumkin yoki qandaydir biror narsa bilan mashg'ul bo'lishi mumkin. Faqat boyagi biz aytgan narsalarni ishlatmaydi. Bilasizlarmi? 68 ta boladan nechta bola 8 soatga chidash bergan? 3 ta. 3 ta. Shunday deb qo'yilganki, shartga. Agar o'zingni noqulay his qilishni boshlasang, darrov yig'ishtiraver. Seni bir musibatga kirishingga biz javobgar bo'lmaylik degan. Tajribani o'tkazuvchilar. 3 ta. Usiz tura olmaydi. Bu 3 tani ikkitasi o'g'il bola, bittasi qiz bola bo'lgan. Haligi 8 soat chidash berganda bittasi nima qilgan? Hali kemani konstruktorini yasagan. Shu bilan 8 soat o'tkazgan. Ikkinchisi kaleysasi bor ekan, kaleysani tushirib boshqatdan tergan. Qolganlari chidash bermagan. Nima degani bu? Bu xalqlar mana shu telefonga, televizorga, internetga, planshetga, kommunikatsiyaga shunaqa berilib ketganki, ajrolmay qolgan. Tajriba o'tkazayotganlarda aytgan so'zidan birontasi uxlashga harakat qilib ko'rmagan ekan. Kunduzi uxlashga harakat qilib ko'rmagan. Nimaga desa, tinchlik bilan urushib qolgan bo'lar, jimlik bilan urushib qolgan. Jim tura olmaydi. Uxlashlik uchun quloqda player bilan, muzika bilan uxlash kerak yoki birorta bir qo'yilgan televizordagi kino bilan uxlash kerak. Birontasi yotib 2 soat uxlab olay degan narsa yo'q bo'lgan. Chunki jimlik bilan urushib qolgan bo'lar. O'zingizlarni ham olinglar-da. WhatsApp'i bor, WeChat'i borlar, ertaman turib kim nima xabar bergan deb qaraysizlarmi? Kulasizlar. Nima jo'natdiki? Hali bir muhimroq narsa bo'lsa bo'pti endi. Qanadagi bachkana narsalar keladi. Usiz tura olmaydigan bo'lib qolganmiz. Demak, zarar ko'rish ham yo'q, zarar ko'rsatish ham yo'q. Agar televizor odamlarni harom ishga targ'ib qilayotgan bo'lsa, biz buni halol deya olmaymiz. Bu dasturlarda jamiyatni shahvoniylikka maxfiy ham, oshkora ham sur'atda targ'ib qilinayotgan bo'lsa, albatta bunaqa programmani ko'rishlik musulmonga harom bo'ladi. Chunki bunaqa programmalar, birodarlar, musulmonning aqidasini buzilishiga olib boradi. Jamiyatda fasodni yoyilishiga olib keladi. Bu esa shubhasiz harom. La zarara va la ziror. Birodarlar, dinimiz farzandlarni qanaqa qilib tarbiya qilishlik kerak? Kerakli, yetarli ko'rsatmalarni qoldirib qo'ygan. Dinimizda hammasi bor. Faqat rioya qilishlik kerak. Rioya qilishlik kerak. Bolalarimizning axloqi go'zal, shaxsiyati kuchli bo'lish uchun, mard, saxovatli, kechirimli bo'lish uchun, ikki dunyoda sizni saodatingizga sabab bo'ladigan farzand bo'lib yetish uchun ta'lim, tarbiya yo'lini mahkam ushlashimiz kerak. Agar shunday qilsak, farzandlarimiz ko'zimizning quvonchiga aylanadi. Mana shu darslarda tayyorlashlik asnosida tarbiyaga oid bir qancha kitoblarni varaqlab ko'ramiz. U davrda internetda, telefonda zarari haqida yozilmagan ekan, chunki yo'q edi ekan. Ular faqat televizorda zararini yozishgan ekan. Endi internetda, kompyuterda, telefonda zararni biz o'zimiz topib gapirishimizga to'g'ri kelyapti. Demak, 20 yil burun mana shu muammo, mana shu balo yo'q edi. Ammo hozir paydo bo'ldi. Kompyuter haqida. Zamonaviy hikmatlardan aqlli odamlar kompyuterni vaqtni tejash uchun ishlatsa, ahmoq odamlar vaqtni sarf qilishlik uchun ishlatar ekan. Aqlli odamlar kompyuterni vaqtni tejash uchun ishlatsa, ahmoq odamlar vaqtni sarf qilishlik uchun ishlatar ekan. Kompyuter o'yin o'ynaganlar albatta bor ichimizda, yoshlar.
Siz menga kompyuter o'yindan, mana shu sizlar o'ynayotgan kompyuter o'yinlardan bitta foydani ayting, men sizga 5 ta zararni aytib beraman. Qonxo'rlik, shafqatsizlik, haromiyat. O'sha bir suratni ko'rsatishdi bolalar, mana shu hali otib chopib yuradigan o'yinda bittasida bitta maxfiy eshigi ochilishi uchun o'yinda keyingi darajaga o'tish uchun yerdagi bitta kitobni bosish kerak ekan. O'sha o'yinda qahramon. Qanaqa kitob ekan u? Qur'on ekan. Qur'onni shunday qo'yib qo'ygan, o'ynayotgan odam qaramaydi, bola shunday bossa haligi eshik ochilar ekan. Yana qaytarib aytaman. Kompyuter o'yini o'ynaganlar yoshligini nimaga sarfladi deb so'raladi qiyomatda. Vaqtini nimaga sarfladi? Umrini nimaga sarfladi? Molini nimaga sarfladi? Kompyuter o'yinlari o'ynaydigan o'yinxona ochgan akalar eshitib qo'yinglar shu narsalarni. Eshitib qo'yinglar. Televizor singari, kompyuter ham ikkala tomoni kesadigan qilich. Yaxshilikka ishlasangiz juda yaxshi asbob. Yomonlikka ishlasangiz juda ham yomon asbob. Bu nimaga bog'liq? Kimga bog'liq? Farzandlarning tabiati aynishi, farzandlarning fe'li aynishi haqida gaplashyapmiz. Shundan bittasi televizor, shundan bittasi kompyuter. Birodarlar, kompyuter o'yiniga bog'lanib qolishlik xuddi narkotikka, giyohvand bandalarga ko'nikib qolishlikka barobar qilinyapti ekan. Shu psixologlarning doktorlarga gapirganda, narkotikdan ko'ra kompyuter o'yinga bog'liligining zarari kattaroq ekan. Chunki voqelikdan, realniy hayotdan uzilib qolar ekan bunday odamlar. G'ami o'sha keyingi zonasi, g'ami keyingi seriyasi. Hozirgi davrda ana shu g'arbda alkogol, tamaki, narkotikka bog'lanib qolishlikka o'xshagan kasallikni deb mana shu kompyuterga bog'lashni aytillar ekan. G'arb o'lkalarida mana shu kasallikni davolashga maxsus tashkilotlar bor ekan. Kompyuterning zavisimizdan chiqarar ekan. Enachi qarasangiz bolangiz o'ynayapti, "O, meni bolam zo'r hacker bo'lib qoldi." Yo'q, hacker emas siz bolangiz. O'sha bolangizdan-chi menga bitta jadval tuzib bergin-da, maktabda o'qiyotgan haligi nimani, dinevnigini jadvalini chizib berding-da, baloni ham bilmaydi u. U faqat o'yiningni biladi u. Sizni kompyuterdan bola zo'r o'ynayapti, tunmi o'ynash, qaramasdan bosadi meni o'g'lim kompyuterlar deydi. Siz bitta vazifani bering, men suratni qo'yib, tagiga hayit bayramingiz bilan deb yozib ber, bitta slayd tayyorlab berding-da, baloni ham bilmaydi bolangiz. Lekin olib bergansiz. Olib bergansiz. Nazorat qilinglar bolalar. Nazorat qilinglar. Ko'z ketadi, asab ketadi, sog'lik ketadi, aql ketadi, faqat zarar. Doktorlarda aytishiga qaraganda, mayda yoshdagi bolalar kompyuterda 20 minut o'tirish kerak ekan. U ham har kun emas. Kattaroq yoshga yetgan bolalar 1,5 soatgacha o'tirishi mumkin ekan. U ham har kun emas. Bolani tabiatini buzilishiga eng katta sabab, birodarlar, ota. Bolasi kimlar bilan do'st bo'lib yuribdi, e'tibor bermagan ota. Bolasi ko'rayotgan kinolarda nazorat qilmagan, nimalarni yaxshi ko'rayotganiga e'tibor bermagan ota. Bolasini xonasiga paraboletska antennani o'rnatib berib, o'zini holiga tashlab qo'ygan kim? Ota. Ayoli va qizlarini avrati ochiq holda yurganligini ko'rib indamagan kim? Ota. Ayolini tinmasdan serial tagidan chiqmayotganligini ko'rib indamayotgan kim? Ota. O'g'lidir, qizidir, maktabiga yoki jomiyasiga qachon bordi, qachon qaytdi tekshirmayotgan kim? Otasi. Ota. Maktabiga bolasining orqasidan borib qiziqmayotgan o'qish haqida kim? Ota. Balog'at yetmagan bolasiga uyali telefonda qimmatini olib berib, internetlarga doimiy ulab qo'ygan kim? Ota. Internetni yuylab, xohlaganini ko'r deb qo'yib bergan kim? Ota. Televizor ham emas ekan o'zi. Kompyuter ham emas ekan. Telefon ham emas ekan, internet ham emas ekan, bolang tabiatini anglitayotgan aslida. Nima ekan? Kim ekan? Otalar, qiyomatda javob berasizlar. Qiyomatda javob berasizlar. Endi ota shunaqa bo'lgandan keyin bola qayoqdan axloqli bo'lsin?
Qayoqdan odobli bo'lsin? Qayoqdan otasini haqqini rioya qiladigan bo'lsin? Aytinglarchi. Farzandlarimiz kiyimlarida kimga o'xshashga harakat qilyapti? Gapirayotgan so'zlarida kimlarga o'xshashga harakat qilyapti? Fikrlari, muomalalari, qiziqishlari, o'yinlari, g'amlari kimga taqlid qilyapti bolalarimiz? Qayoqdan olyapti bu narsalarni? Endi otalarda ham o'zi g'ami, o'yi, fikri, pul topishu, mansab, hokazo dunyoda latalutasi bo'ladigan bo'lsa, bolasini ulfatlari boyagi bo'lsa, bolasini qiziqishlari boyagidaqa bo'ladigan bo'lsa, qayoqdan bolasi axloqli bo'lsin? G'arbga taqlid qilishlik hozirgi kunda shubhasiz islom ummatini boshiga kelgan katta balo bo'lib qoldi. Musulmonlar bir ruhiy bir mag'lubiyatga uchragandek bo'lib tuyulyapti. O'zlarini hech kim emas, qo'lidan hech narsa kelmaydigan bir ikkinchi sort odamda his qiladigan bo'lib qoldi. Nima uchun? Musulmonlar dunyoga nimalarni taqdim qilganligi, bu musulmon ummat dunyoni o'sib rivojlanishiga nimalarni berganligini bilmaganligi uchun, tarixini bilmaganligi uchun biz hech kim emasmiz deb ruhiy mag'lubiyatga uchrab turibdi. G'arbga taqlid qilishlik boshlandi. Koshki bir ilm fanda, texnologiyada erishishlik bo'lganida. Afsus, bu narsalarga qiziqmaydi. Faqat ularni turmush tarzini o'zi yuqtirishga harakat qiladi. Alloh taolo Qur'onda aytadi: "Fala va robbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara baynahum, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayta va yusallimu taslima." Alloh taolo aytadi: "Yo'q, Parvardigoringizga qasamki, to ular o'z o'rtalarida chiqqan kelishmovchiliklarda sizni hakam qilmagunlaricha va keyin siz chiqargan hukmdan dillarida hech qanday tanglik topmay, to'liq taslim bo'lmagunlaricha, bo'yin sunmagunlaricha zinhor mo'min bo'la olmaydilar." Qachon musulmon bo'lamiz komil? O'rtamizda muammo chiqqanda yechimni payg'ambar alayhisalomdan so'rasak. Payg'ambar alayhisalom chiqargan hukmga taslim bo'lsak va qalbimizda zarracha g'illag'ashlik qolmasa. Qaytarib aytaman. Oramizda chiqqan muammolarning yechimini payg'ambarimizdan so'rasak. Payg'ambarimiz chiqargan hukmga rozi bo'lsak va qalbimizda tamomiy taslim bo'lib, g'illag'ashlik qolmaydigan bo'lsagina mu'min bo'lamiz. Hayotimizdagi muammolarning yechimini kimdan o'rganyapmiz? Qaysi kiyim kiyish kerak? Qayerdan olyapmiz yigitlar? Ko'zimizni katta ochaylik. Xulosa, farzand otaning zahirasi, onaning zahirasi. Farzand ota-onani jannatga yetaklab olib boradigan bir sabab asbob. Bu axloq haqidagi darslarimiz yana davom etadi. Mana shu darslardan ko'zlagan maqsadimiz nima edi? Ota-onalar mana shu darslarni eshitsin. Takror eshitsin. Agar kerak bo'lsa ayrim mulohazalarni yozib qo'ysin. Toki nimani qilish kerak-ku, nimani qilmaslik kerak. O'zlariga bir aniqlab belgilab olsin. Mana shu narsalar odamga va farzandlarga zarar yetkazayotganligini bilib qo'yishligi bizga kifoya qiladi. Alloh subhanahu va taolo eshitgan ilmlarimizni hammasiga amal qilishligini tavfiq berishini so'raymiz. Aqulu qawli hada va astagfirulloh li